iymon degan qalb bilan tasdiqlash, til bilan so'zlash, uningdan keyin harakatlarimiz bilan uni amillashtirish. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hürmetlik, muhterem cemaat, bugünkü tümümüzün mevzusu imanның hakikati, imanның mahiyeti doğrusu boludu. Hürmetli qarindaşlar, biz mümin, musulman bolu sübtimiz bilen iman deganning az tola ma'nisini, onun amaliyatini, onun taqazzosini az tola tushunamiz. Buni texmi mukammal tushunish uchun biz bugünkü xutbamizda bir necha oyat va bir hadisni bayon qilamiz. Chunki biz imanimizni har qanday narsani eng yaxshi shaklda bilsak, tushunsak, uningdan keyin o tushunishimiz, bilishimiz, ishlarimizni, imanning taqazzosini bizdan kutgan narsani eng yaxshi shaklda amillashtirishga sabab bo'ladi. Uningga turtki bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar, biz bugungi xutbamizda imanning haqiqati to'g'risida so'zlamoqchi. İman kelimesi lug'atda iman degan ishonish degan ma'noni bildirdi qarindoshlar. Ammo buningki lug'atdagi ma'nosi bilan musulmonlar to'xtab qolgani yo'q. İmanның bu yerda shariatdagi, istilohdagi musulmonlar tushungan bir ma'nosi bor. O ma'no qaysi deganda, o ma'no qalb bilan tasdiqlash deydi. İman degan qalb bilan tasdiqlash, til bilan so'zlash, uningdan keyin harakatlarimiz bilan uni amillashtirish. Uningdan keyin iymonningki yana bir tarafi nima deganda, iymon shunda bir narsakenki biz taat ibodatni shunchaki ko'p qilgan sari iymonimiz kuchlanadi. Ammo taat ibodatning aksi bo'lgan gunoh ma'siyatni qilsak, iymonimiz tuvallaydi. Ya'ni bu iymonning qisqacha ommabop bütün ulamolarningki o'z arada ittifoq kelgan tarifi tunishtirilishi bu qarindoshlar. Biz bu tarifninki dalil isboti uchun yanala Qur'oni Karimga murojaat qilishimiz lozim qarindoshlar. Allah tebarek ve taala Hujurat surasining 15-oyatida dedi ki: "İnnemel mu'minuna الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون." Endi bu ayette qarindoshlar mushu yuqorida bayon qilgan iymonning ta'rifini asosan mushu oyatda sharhlaydi qarindoshlar. Bu oyat nima deydi deganda, shak shubhisizki haqiqiy mu'min musulmonlar Allohga iymon keltirgan, Allohning payg'ambariga iymon keltirgan. Uningdan keyin iymonida shak qilmagan deydi. Uningdan keyin deydiki, o'zining mol mulki bilan jihad qila olgan deydi. Yani bu yerdeki mal mülkü bilan jihad qilish, vatan millatni qutuldirish uchun chaqirilgan bo'lsa, mal mülkini, jenini ayamagan, mal mülkü bilan o'zining jeni bilan jihad qila olgan Alloh yo'lida. Ular haqiqiy sodiq mu'minlardir. Mu'min deyishga to'g'ri kelsa, mana mushu sifat bilan sifatlangan insonlarni biz mu'min deyishga to'g'ri keldi dedi. Oyatning tafsiri emas, tekstning lam tarjimasi qarindoshlar. Xo'sh. Endi qarindoshlar oyatningki 5iga murojaat qilaylik. 5ida Allohga iymon keltirish degan bir nuqta bayon qilindi. To'g'ri. Bütün mu'min musulmonlar Allohga iymonimiz bor. Payg'ambarga iymon keltirish degan nuqta bayon qilindi. Payg'ambarga Allohga shukr iymonimiz bor. Onundan keyin "Summa lam yartabu" bu oyatda Allah bilan payg'ambarga iymon keltirib, shu yo'lda sizga aziyat yetsa, siz qiyinchilikqa uchursangiz, siz darhol shak qiladigan narsa iymoningiz bo'lmaslik dedi. Bo'lmaslik lozim dedi. Ya'ni shak qilmasligingiz lozim dedi. Xo'sh, qanday vaqtida shak qilamiz deganda, albatta shak qilishimizningki türlük sebepleri buludu qarindoshlar.
Bulapmı biz yaşayotgan bu 21. asrda Muşu caminin işkidan chiqiblam ketsak, biz shak qiladigan nurg'un narsalar bor. İnsan bo'lish sifatimiz bilan. Ammo haqiqiy mu'min shak qilamdi deganda shak qilmaydi. Allohga, payg'ambarga bo'lgan iymonida hech tavranmaydi. Biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilanmi bu oyatninki mazmuniga qaraydigan bo'lsak, bu oyatning mazmunini tushunadigan bo'lsak, biz albatta shak qilmasligimiz lozim. Çünkü bizge kılınıvatkan haksızlık, bizge kılınıvatkan zulüm, bizge kılınıvatkan yolsuzlukның hemmisi imanımız sebeplik. Bunu hemmimiz düşünümüz. Akıl egillerinin hemmisi düşünüdü. Onda bo'lganken biz hiç kaçan, biz iman keltürgen bu din, biz iman keltürgen bu Allah, biz iman keltürgen bu peygamberinin yolu, bu doğru yol emasmidi deb hech tavranmasligimiz lazım. Afsus, min afsus. Uyg'ur musulmonlari va yoki Sharqiy Turkiston musulmonlari lam emas, bütün dünya musulmonlarininki ahvoliga qaraydigan bo'lsak, gerçi her kuni qilayotgan ibodatlarda Allahu akbar kelimesi şunda köp tekrarlansın mı? Allahu Ekber degan kelimenin ma'nosi şu kadar çunqur, şu kadar büyük bo'lsin mu? Buni o'ziga o'zlashtirmaganlik, buni yaxshi tushunmaganlik, buni yaxshi tushunishni xohlamaganlik, buning shak qilganlik sababdan bu Allahu Ekberni masjidning ichida deymiz va yoki bir necha daqiqa, necha sekund Allahu Ekber'nin haqiqiy ma'nosini tushungan holda yaşaymiz, ama mescidning darvozasidan chiqqandan keyin Allohdan cho'ng nurg'un ishlarimiz chiqadi qarindoshlar. Allohdan cho'ng bizning kundulik turmushimiz chiqadi, qiyinchiliklar chiqadi, boshqa narsalar chiqadi, har xil to'sqinliklar chiqadi. Amaliyotda biz o'zimizningki meselemizni hal qilishni xohlasak, Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan bo'lsin, mayli bütün dünya musulmonlarininki qatoridan bo'lgan bo'lish sifatimiz bilan bo'lsin, bütün musulmonlarninki qiyinchilikni hal qilish chorasi, bu krizislarni hal qilishning chorasi, bu yo'lsizliklarni, adolatsizlikni hal qilishning chorasi albatta mushu iymondan kechadi. Yani bu yerde bu ayet bizden nimani talep kılıdı deganda bizden haqiqiy imanını talep kılıdı. Şekildeki imanını emas, şekildeki namazını emas, şekildeki zakatını emas. Bu ibadetlerini qarindoshlar şekilde başkalarına ko'rsatish uchun qilg'ili bo'ladi. Ama Allah qabul qilgan şekildeki ibadet o şekilde bo'lmaydi. Allah qabul qiladigan ibadet albatta chin dilimiz bilan tasdiqlab yürükümüzden çıkarıp kılsak o vaqtida Allah qabul qildigan ibadet şekliga kiradigan gap. Shuning uchun bu oyatning oxirisida va jahadu bi amvalihim va anfusihim deydi. Siz iymonni siz bunda oson chaqlamang deydi. Siz bu imanınızı saqlash yo'lida mal mulkingizni, hatta jiningizni berishingiz mumkin deydi. Muşundaq qılalığa vaqtida onundan keyin siz haqiqiy mu'min musulmonlarning qatorisi bo'la olasiz deydi. Oyatning oxirida ulaika humus sadiqun. Yani bu yerda ishorat kalimasi bilan deydiki, shu yuqorida sifatlangan mu'minlar, shu sifatlarda bo'lsa, onundan keyin o sodiq musulmon bo'lgan bo'ladi deydi qarindoshlar. Eğer şu imanın tarifini qilib o'tdik, bu tarifida bayon qilingandek, eğer faqat qalb bilan e'tiqod qilib qo'yishning o'zi iman sanaladigan bo'lgan bo'lsa edi, iblis, shayton albatta mo'min bo'lgan bo'ladi. Bu yerda iblis nima deydi deganda, qala robbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun. Ey Allah, meni qiyomat kunigachilik kechik tuslar, qiyomat kunigachilik mening jinimni amsizlar deb bu yerda Allohninki parvardigori ekanligini e'tirof qilyapti qarindoshlar. Oyatning 5-ida.
Ya'ni e'tirof qilib turib Allohdan bir narsani talab qilyotdi. Unda bo'lgankan biz bu yerda kesib ayta olamizki, qalb bilan e'tiqod qilishning o'zidan u iymon sanalmaydi deydi. Shuning uchun qalb bilan e'tiqod qilish, til bilan o kelime shahodatni so'zlash, amaliy harakatimiz bilan uni amillashtirish, gunoh ma'siyatlardan yiroq turish, yaxshi amallarni jiq qilish, buning o'zi iymon. Buni bu yerda bizga bayon qilmoqchi qarindoshlar. Endi qarindoshlar, biz iymonning ta'rifida amal qilishdan iborat bir nuqtani bayon qilgan bo'ldik. Biz yuqoridagi oyatga qaraydigan bo'lsak, bu oyatdan zodi iymonimiz, iymon degan kelimaninki ma'nosi qat'iy degan gap. Qat'iy, ya'ni uningda shak yo'q degan kelima bo'lgandikin, bu yerda qilgan amalimizmi, qilgan ibodatlarimizmi, mayli o ibodat qalb bilan qiladigan ibodatlar bo'lsin. Allohdan qo'rqish, Allohga tavakkul qilish, Allohning buyukligini e'tirof qilish, mayli o ibodat til bilan qiladigan istig'for o'qish, duo azkarlarni o'qish degandek ibodatlar bo'lsin. Mayli o amaliy ibodat bo'lsin, normal namoz, ro'za, zakot ibodatlar bo'lsin. Bu ibodatlarning hammasida shak, shubhisiz ben bu ibadetini qilyapman, bu ibadetimni Alloh tabarak va taolo qabul qiladi degan bir nuqta asos bo'lish lozim demoqchi. Agar bu nuqta asos bo'lmasa, o vaqtida bizning ishlarimizda, iymonimizda, harakatlarimizda, islomiy yaşantımızda masala bor degan gap. Alloh tabarak va taolo hammamizni, bütün musulmonlarni, Sharqiy Turkiston musulmonlarini o'zining diniga amal qiladigan, imanını haqiqiy mahiyeti bilan tushunadigan yaxshi mu'min musulmonlarning qatorisidan qilsin. Va aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum fastaghfiruhu innahu huval